90 ta o'ziga qo'shib 90 ta italiyalik olib kelgan yoniga. Bu hali 4 millionning ichidami yo'qmi bilmaymiz. Massajchilar olib kelganda. Eng qiziq o'zimiz massaj, o'zimiz doktorlar ham bor ekan. Ular ham ishlayapti. Demak, ular raislik qilib yuribdi-da. Nahotki shu Portugaliyaning ipidan ignasigacha o'rganib olish kerak edi-da. Har bir standart mana bunaqa Poloncha bilan Andorra bilan o'yinni mana bunaqa qiluvdi. 8 ta gol urganda Armanistonga mana bunaqa qiluvdi deb tayyorlanish. Jamolaki ko'pchilikning jahli shundan chiqyapti-da. Bu 5-0 o'zimizni ham eplardik deyishyapti-da. Shu italyanlik kerak emas-edi. Men ham bor edi, men ham ko'p ehtimol 5-0, 6-0 qazardim. Lekin o'yin bo'lardi menda deyk. Birinchidan 4 million ekonomiydi. 4 millionga nechta maktab qursa bo'ladi O'zbekistonda? Gapirmang. Menga 4 ming dollar bersanglar 7 avlodim duo qiladi. Qisqasi mayli hazilga olmaylik, jiddiy gapda. Men o'zi jahon chempionati payti tanqid qilaman.